Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun Yoshlarimizni Quva tumaniga olib keldik. Davom ettiryapmiz. Shunda bu atrofdan chiqib mana aloqaga chiqishlar uchun bu vodiy bo'ylab beramiz. 10 mingtalik, 5 mingtalik, 3 mingta, 4 mingta hammasini olib beramiz. Ularda ovozini qanaqa umuman chiqmaydi. Holatni ko'rishlaringiz mumkin. Mana xudo xolisa urilgan joyidan ham deyarli sho'r umuman chiqmagan. Bunga mana shunday qilib qo'yilsa, telefon qilaverasizlar. Hamma mashinadan bor. Sifatlari xudo xolisa o'ta chiroyli holatda. Mana holatlar. Adresni so'raganlarga adresni tushuntirib beramiz, kelib ko'rib ketishlari mumkin.